Assalomu alaykum obunachilar. Mana diptrissa stanogimiz 4 metr abrabotga qiladigan yangi Xitoydan olib keldik. Patroni ham 500 talik qo'yilgan. Odam mazza qilib ishlatadigan stanokda. Buni sentrlari bilan kelgan boyovoy 2 ta 07. Mana kimga shunaqa stanoklar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz, xohlagan turdagi stanoklaringizni olib ketirib beramiz. Xohlagan razmeringizdagi stanoklarni olib ketirib beramiz arzon narxlarda. Sifatiga biza javob stanokda.